Butun O'zbekiston shunaqa bosh kiyimlarni ko'rganda birinchi xayoliga keladi Shahzoda Muhammedova. Rostdan. To'g'risi, sizni fishkangiz bo'lib qolgan bu. Rahmat. Bilasizmi, bosh kiyimlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bilmadim, bu baribir meni ijodimdagi DNKmda mavjud deb o'ylayman. Menimcha shunaqa. Baribir inson tug'ilganda o'zini xarakteri bilan, o'zini DNKsi bilan dunyoga kelar ekan. Bosh kiyimlarni tabiatan yaxshi ko'raman. Azaldan sevaman va men hobbim bosh kiyimlar yig'ish. Boshqa hobbim yo'q. Faqat bosh kiyim yig'aman. Shoppingga qiziqmayman, kiyinishga, lekin bosh kiyim yig'ishga qiziqaman. Bu menimcha kasallik bo'lsa kerak. Demak, yangi kolleksiyangizda shu bosh kiyimlarga moslab endi kiyimlar ham bo'ladi. Shunaqa qilishsinmi? Zo'r kiyimlar bo'ladi. Bilasizmi, o'zi asosan Shahzoda showroom modalar uyida biz mijozlarga sarpo, вечерний ko'ylaklar tikib xizmat ko'rsatamiz. Mana 17 yildan beri shunaqa bo'lib kelgan. Endi klassik yo'nalishda mana shunaqa bosh kiyimlar bilan tabletka, beretka, shlyapalar bilan birgalikda glamur ayollar va klassik yo'nalishni sevadigan ayollar qanday kiyinish mumkin ekanligini o'zimning yo'nalishimda ko'rsatmoqchiman. Chunki bu nimadan kelib chiqdi? O'zim kiyib yuraman-ku ko'pincha bosh kiyimlarni va klassik kostyum-shimda, yubka, ko'ylak, umuman har xil yo'nalishda kiyganimni ko'rib, sotasizmi? Sotiladimi deb so'rashgandan boshlandi. Demak, o'zingizda Shahzoda showroomda shunaqa yo'nalishni ham yo'lga qo'ymoqchisiz. Balki bosh kiyimlarni sotuvini qo'yarmiz. Shunaqa reja qildim. O'rtoqlar, kutib qolinglar, yaqinda shunaqa klassik uslubda pokaz bo'lib o'tadimi? Albatta shunaqa bo'ladi. Liniya bo'lib chiqadi. Bu avtorlik ijodiy ishimiz bo'ladi. 100 ga yaqin liboslar, ya'ni bitta kolleksiyada 100 ga yaqin liboslar ishtirok etadi. Juda ham birinchisiga klassik uslubga ko'p emasmi? 100 ta model topishimiz kerak. 100 ta model qiz bormi? Shunaqa agentство bormi? Bo'lish kerak, yozib yuboringlar kommentariyaga. Bo'yi uzun qizlarga bo'yi uzun, aha.